aziz farzandlariga chiroyli to'ylar qilgan to'yboshi akamiz ular rozi bo'lsinlar. Albatta xalqdan duolar olishib, el oldida ixtiyorshib hozirlikdan ilohim chiroyli duolar qilgan. O'zlari elda oldida farzandlariga chiroyli duolar berib turgan Jahongir akamiz. Jahongir akamiz. Masalan, ham kinoyimizga iltimos qilamiz zavramizni markazga azlab. Ota-ona duosi farzandga ijobat bo'lar ekan. O'ziga bor. Qilsa ijobat bo'ladigan kim Xudo xolasa kuyov bo'layam. Xonadonlar fayzliga ilohim vaziyatlar ko'rsatmasin deymiz. Allah nasib qilsa yana yilga haqiqiy to'ylarda ko'rishaylik deb qolamiz. Salomat bo'lsin. Davramizni markaziga Jahongir akamiz, keyinboyimiz Gulsanam xon otamizdan chiroyli tabriklarni, chiroyli tillarni eshitib qolamiz. Fayzli xonadon to'ylari fayzli bo'ladi bezashmaga. Fayzlarga ustilmasin, kelayotgan mehmonlarning barchasini qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Juda ham ko'p mehmonlar kelyapti. Ilohim salomat bo'linglar, omon bo'linglar deb qolamiz. Davramiz to'riga, davramizni markaziga albatta Jahongir Assalomu alaykum hurmatli birodarlar, Kullar qishlog'i. Jahongir. Amlas esimda ham yo'q. To'ylar bo'lyapti. Jahongir o'g'lini uylayapti. Pauza qilamizmi yo? Men olib ketaveraman endi. Birodarlar, hammani to'ylariga yetkazsin, Allohim. Endi karnayda oshni ichgansizlar hammanglar. Karnaychilar. Siz